Assalomu alaykum do'stlar, mana seximizga kirib keldik. Aka eshitib qolavering, xavotir olmasdan kesaverasiz. Sizdan o'ylaman, optim joylariga kelganmiz mana. Komplekt tayyorlab tashlaganmiz. Gazoblok, pinoblok, euro komplekt akalar. Ko'rtirgancha mana rezinkalarigacha. Polni rezinka qatirilyapti akalar. Ikki tomonga ochiladi shu holatda. Hamda mana bunday holatlar ikki tomonni ko'tarib terasiz aka, mana tayyor holatda euro komplektimiz. Mana taglarida ham mana bunday profillar bo'ladi, 3 qator. Polni 4 ga 4 profillar. Do'stlar, germetika qilamiz. Hozir polni kraska bo'ladi, bir tomchi oqmaydi. Listlar o'z holatlarida tushaveradi. Komplekt so'ragan akalarga komplekt tayyorlab beramiz. Qo'shimcha qolib so'ragan akalarga qo'shimcha qoliblar so'rab beramiz. Mana ko'rib turganingizdek rossiyskiy listlardan bitta solishga tushadi. Kalang qilib. Hamda gazoblok apparatlari mana katta yo'nqishli, bu motor hamma yo'gacha, mishalkalarigacha bor. Qoliplari, yondorlari do'stlar, murojaat qilaverasizlar. Ekranda telefon raqamlarimiz. Aloqaga chiqaverasizlar, like bosib kanalimizga obuna bo'laverasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar.